Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda klasslar haqida gaplashamiz va bu klasslar dasturlashtiriladigan ichidagi eng muhim bo'lgan mavzu hisoblanadi. Xo'p, demak, klasslarni o'rganishlik uchun birinchi sizlar bilan mana shu faylimiz ichida proyektimiz ichida bitta fayl ochamiz. Faylimiz nomini katta harf bilan yozamiz. Deylik, misol uchun odam.php. Faylni nomi aynan odam bo'lishligi shart emas. Hozir nima uchun aynan odamni tanlaganimni tushuntirib beraman. Odam bosh harf bilan yozdim, birinchi harfini. Odam.php deb yozdik. Undan keyin esa php ni kodini yozib olamiz. Xo'p, endi bu yerga bitta klass ochib olamiz. Xo'p, faylda nomi odam bo'lgandan keyin klass nomi ham xuddi shu nom bilan bo'ladi. Odam. Undan oldin esa klass degan kalit so'zini yozib olamiz. Klass deb yozishlik shart. Bunda xato qilmaslik kerak. Bitta harf ham kam bo'lmaydi. S'da albatta klass deb yozishligimiz shart. Undan keyin esa bitta bo'sh joy tashlab odam nuqta, undan keyin esa mana bunaqa jingalak qavs yopamiz. Mana shuni klass deb ataladi. Xo'p, klasslar o'zi nima vazifa bajaradi dasturlashtirishlarda? Nima uchun shunchalik muhim? Dasturlash tillarini o'rganishlikdan va uni ishlatishlikdan eng asosiy maqsad bu kamroq kod yozish va bitta kod yozganimizdan keyin ana shu kodimizni qayta ishlatib ketmaslik uchun, qayta yozmaslik uchun uni bir marta yozib tayyorlab qo'yamizda, uni xohlaganimizcha ishlatib chaqirib ketaveramiz. Ya'ni bir marta yozib qo'yamiz, xohlagancha marta uni ishlatib ketaveramiz. Chaqirib ishlatib ketishimiz mumkin. Xo'p, klasslar endi nima vazifa bajaradi? Klasslarning vazifasi xuddi funksiyaga o'xshaydi. Ya'ni biror bir funksiya ochadigan bo'lsak, avval u ochishdan maqsad bo'ladi bizda. Ya'ni aynan bir qaysidir vazifani bajarib beradi. Bizda bir nechta funksiyalar bor edi. O'tgan safargi darslarimizda ko'rdik. Ba'zi birlari sessionda registratsiyadan, ya'ni tizimga kirgan yoki yo'qligini tekshirib beradigan funksiyalarimiz bor edi. Yoki bo'lmasam faylda ichida, ya'ni users.txt faylda ichida qanaqadir qidirilayotgan foydalanuvchi bor yoki yo'qligini bilib beradigan funksiyalar bor edi va hokazo. Xuddi shunga o'xshab har bitta funksiyani o'zini vazifasi bo'ladi va har bitta klasslarning ham o'zini vazifasi bo'ladi. Savol tug'ilishi mumkin. Nimaga endi aynan klass ishlatishimiz kerak, o'rniga funksiya ishlatib ketsak bo'lmaydimi? Funksiya ishlatib ketsak bo'ladi. Xuddi funksiyamiz biror bir vazifani bajarishlik uchun mo'ljallangan bo'lsa ham, klasslarimiz ham xuddi shunaqangi aynan bir maqsad uchun yasalgan bo'ladi. Bu klass funksiya bilan klassning orasidagi farqi, klassda bir nechta imkoniyatlar ko'p bo'ladi klassda. Funksiyada esa bunaqangi imkoniyatlar ko'p emas. Umuman olganda klassda ichiga biz xohlaganimizcha funksiya ochishligimiz mumkin. Xohlaganimizcha klassning ichida o'zini o'zgaruvchilari bo'lishligi mumkin. Va u klassda ichida yashirin metodlar, ya'ni yashirin funksiyalar ochishligimiz mumkin. Ochiq funksiyalar ishlatishimiz mumkin. Klass ichida yoki bo'lmasam yashirin funksiyalar ham ishlatishligimiz mumkin. Klass ichida. Va klass o'zini ichida bir nechta funksiyalarni mujassam qilishlik imkoniyatiga ega va klassning ichida o'zining
klass o'ziga tegishli bo'lgan o'zgaruvchilar ham saqlanishligi mumkin. Xo'p, endi klassni yana bir narsaga o'xshatsak bo'ladi. Deylik, misol uchun bizda qanaqadir bir uskuna bor. Ya'ni bu ishlab chiqarishlarda bo'ladigan uskunalar bo'lishi mumkin, ya'ni stanoklar bo'lishligi mumkin. Yoki bo'lmasam bir hamma tushunadigan misol bu zavod. O'zi umuman ko'pchilik deyarli dasturlashtirilishidagi klasslarni tushuntirilayotgan paytda asosan standart usul, ya'ni zavodga o'xshatiladi buni klassni. Nima uchun zavodga o'xshatiladi? Sababi zavodga biz mayda xom ashyolarni kiritib qo'yadigan bo'lsak, zavod ichiga kiritiladigan bo'lsa, u zavod o'sha kiritilgan xom ashyolardan foydalangan holatda ularni ishlatib nimadir narsa yasab tayyor mahsulot qilib chiqarib beradi bizga. Deylik, misol uchun xom ashyolarni kiritdik zavodga, birozdan keyin o'sha zavodimizdan qanaqadir bitta tayyor buyum hosil bo'ladi. Material qo'yib berib yubordik, miq berib yubordik, undan keyin esa yog'och berib yubordik va machalka berib yuboradigan bo'lsak zavod ichiga, ona shu zavod o'zini ichida shu keltirilgan yarim tayyor mahsulotlardan nimadir narsa yasab bizga tayyor mahsulot qilib chiqarib beradi. Deylik, misol uchun qanaqadir buyum chiqarib berishligi mumkin. Deylik, shkaf yoki bo'lmasam kreslo, shunaqangi tayyor mahsulotlarni chiqarib beradi. Zavodning vazifasi shu. Unga har xil materialni yarim tayyor xom ashyolarni beradigan bo'lsak, u bizga tayyor mahsulot ishlab chiqarib beradi. Klasslar ham xuddi shunaqa. Klassga biz har xil ma'lumotlar uzatib yuboramiz va ana shu ma'lumotlar asosida klass bizga tayyor bitta obyekt beradi. Mana shu obyektdan foydalanib ketishligimiz mumkin keyin. Xo'p, endi mana bu yerda odam degan bitta klass ochdik. Nima uchun odam deb ochdim? Endi mana shu odam degan klassimiz odam ishlab chiqaradigan, oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, odam ishlab chiqaradigan bitta zavodga o'xshatamiz va mana shu klassimiz ichiga har xil ma'lumotlar berib yuboradigan bo'lsak, ana shu ma'lumotlar asosida qandaydir bir shaxsni ma'lumotlarini o'zida yig'ib, mujassamlab bitta insonni, bitta butun insonni ma'lumotlarni bizga jamlab ko'rsatib beradi. Xo'p, deylik, misol uchun odamning ichida bitta o'zgaruvchi ochamiz. O'zgaruvchi ochishlik uchun bu yerga public deymiz. Public degani bu ochiq manba hisoblanadi. Public bu kalit so'z, buni o'zgartirib yozishlik mumkin emas, bitta harf tushib qolsa ham bo'lmaydi. Public degani bu ochiq manba hisoblanadi. Ochiq manbali bitta o'zgaruvchi ochdim, uni name dedim, u teng bo'ladi hozircha hech narsaga teng bo'lmaydi. Undan keyin esa yana public dedim, undan keyin u surname ga teng bo'ladi, u ham boshqa hech narsaga teng emas. Xo'p, undan keyin esa yosh deyman, public $age va undan keyin esa mana shu klassimizni boshqa bir fayldan turib chaqirib olishligimiz mumkin. Hop, buni chaqirib ishlatishlik uchun bitta faylni ochamiz. Faylimizning nomini misol uchun hozircha class misol deylik .php class misol.
uni ichiga kiraman va kerakli PHP kodini yozib olaman va mana shu faylimiz ichidan turib, class misol faylimiz ichidan turib mana bu faylimizni chaqiramiz, ya'ni odamimiz qayerga kelib qoldi? Odamni biz mana bu images papkanchaga joylab qo'yamiz. Buni ustiga bosib, sudrab mana bu tomonga olib chiqamiz. Hop, odam klassimiz mana bu yoqqa chiqdi. Hop, endi esa odam klass faylimizga x berib yubordim, boshqatdan ochaman uni. Va misol klass ichiga o'tamanda require bilan chaqiraman. Require bilan chaqirib olaman odam.php va endi mana shu odam.php faylimizni ichiga bu klassimizni odam.php faylimiz ichidagi klassni chaqirib ishlatishlik uchun birinchi o'zgaruvchi ochaman, odam deyman va undan keyin teng bo'ladi. Klasslarni biz chaqirayotgan paytimizda, birinchi marta chaqirayotgan paytimizda oldiga new degan kalit belgisi qo'yib ketishligimiz shart. Hop, undan keyin esa klass nomini yozaman. Klass nomida odam edi. Bundan keyin esa mana bunaqangi qavs ochib qo'yaman. Hop, endi esa print qilib odamni ichidagi name ni chaqirib ishlatishligimiz mumkin. Hop, mana bu klassimizni chaqirdik bu faylning ichidan va uni bitta o'zgaruvchiga tenglashtirib oldim. Va ana shu o'zgaruvchimizni ichidan mana bu name bizga kerak bo'ladigan bo'lsa, strelka bilan name deyman. Dollar belgisini qo'yishim shart emas. Mana bu yerda dollar belgisi bor, lekin uni chaqirayotgan paytimizda klassning ichidan dollar belgisini qo'yishligim shart emas. Xo'p, endi ishga tushirib ko'ramiz. Ishga tushmadi. Xo'p, demak boshqa taraf ishga tushirib ko'ramiz. Проблемы. Xo'p, mana bu yerda bizda xato bor ekan. Require failed to open no such file stream. Xo'p, demak failed deyapti, ya'ni amalga oshmadi deyapti. To open stream, ya'ni no such file or directory, ya'ni bunaqangi fayl yoki manzil yo'q deyapti. Bunaqangi manzil yoki bunaqangi fayl yo'q deyapti. Ya'ni odam.php ni topa olmayapti ekan. Hop, qanaqa qilib qidiryapti ekan? Hop, images papkani ichidan class misol. Hop, demak mana bu yerda bizni class misol faylimiz ham images papkanchaga tushib qolibdi. Buni ham tashqariga chiqaramiz. Xo'p, class misolni ikkitasini ham bu yerdan x berib yopaman va uni boshqatdan ochaman. Mana bu yerdagi class misolni boshqatdan ochaman. Hop, endi ishga tushirib ko'raman. Hop, yana ishga tushgani yo'q. Hech qanaqangi xatolik yo'q.
boshqartirishga tushirib ko'ramiz. Xo'p, demak, bu yerga yana bitta print qo'yib ko'ramiz. Boshqartirishga tushirib ko'ramiz. Xo'sh. Bu yerda xatolik bor ekan. Hop, bizda hampimizni ochib ko'ramiz. Demak, Apache bizda ishlayapti. Serverimiz ishlayotgan ekan. Hop, bizda bu yerda bitta xatolik bor ekan. Hop, mana bu yerda bizning natijamiz chiqdi. Salom degan. Hop, endi esa buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. O'chirib qo'yamizda boshqartirishga tushiramiz. Hop, hech narsa ko'ringani yo'q, chunki bu yerda odam klassimiz ichidagi name bizda bo'sh, shunaqangi qiymatga ega emas. Hop, endi sizlar bilan hozir mana shu klassimiz ichidagi funksiyalarni ochishlikni ko'ramiz. Hop, mana shu klassimiz ichidan public deymiz, ya'ni ochiq manbali bitta funksiya yaratamiz. Function hop, funksiyamizga nom beramiz. Deylik, misol uchun get full yoki bo'lmasam pastda chiziqcha bilan yozsak ham bo'ladi. Full name, get full name funksiyamizni ochdik. Hop, endi bu funksiyamizning vazifasi mana bu yerdagi ism bilan bu yerdagi familiyani bitta qilib qaytarishligi kerak. Hop, buning uchun return deymiz, ya'ni qaytarib yuboramiz ikkita qiymatni, name hamda surname ni. Hop, endi buning uchun bu yerda endi return qilishlik uchun bu name bilan surname ni olishlik uchun funksiyani ichidan turib, klass ichidagi o'zgaruvchilarni olishlik uchun $this deymiz. $this degani bu shu klass degani, ya'ni shu obyekt degani. Obyekt bilan o'zi asli klasslarning deyarli farqi yo'q. Ozmuncha farqi bo'lishi mumkin, lekin ikkitasi ham aytarli bitta narsa. Xo'p, endi
This degani shu class yoki bo'lmasam shu obyekt degani. Shu class ya'ni shu obyektni ichidan name ni qaytar deymiz va unga qo'shimcha shu class ichidagi surname ni ham qaytar deymiz. Xo'p, endi mana bu yerdan turib funksiyamizni chaqirsak ham bo'ladi. Xo'p, yana o'sha odam degan o'zgaruvchini ichidan get full name degan funksiyamizni chaqirib qo'ya qolamiz. Bo'ldi. Bu yerda ismni o'zini chaqirgandik, ya'ni o'zgaruvchini o'zini. Bu yerda esa endi bitta funksiyani chaqiryapmiz. Xo'p, endi ishga tushirib ko'ramiz. Xo'p, konsolda hech narsa yo'q. Sababi hali hech qanaqangi ma'lumotga ega emas bular. Name bilan surname. Shuning uchun konsolda ham hech narsa ko'ringani yo'q. Xo'p, endi bu ismlarga, bu name bilan surname'ga qiymat o'rnatishlik uchun mana bu yerdan, ya'ni boshlang'ich ma'lumotlar, ya'ni klassni biz chaqirganimizda ichida boshlang'ich qiymat bo'lishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni mana shu klassni chaqirgan paytimizda qaus ichiga berib yuboramiz. Deylik, misol uchun Azam, undan keyin esa Azam Abdullayev. Ikkita ma'lumot berib yuboryapman. Ikkitasini qo'sh tirnoq bilan virgul bilan ajratib qo'ydim. Xo'p, endi bu uzatib yuborilgan ma'lumotlarni biz klass ichida construct degan klasslarning o'zini ichida bor funksiyadan foydalanamiz. Xo'p, uning uchun ikkita pastda chiziqcha yozamiz, ikkita. Va undan keyin esa construct degan funksiyani chaqiramiz. Construct degan funksiyani chaqiramiz va ana shuni ichida biz mana bu yerda qabul qilib olamiz. Mana bu ikkita jo'natilgan ma'lumotlar, Azam hamda Abdullayev. Hop, bu yerga o'zgaruvchilarni o'zgaruvchi sifatida qabul qilib olamiz. Misol uchun bu deylik ism bo'lsa, keyingisi Sharif. Hop, chizib qo'ydi. Syntax index unexpected identifier construct function. Hop, oldida function degan belgi qolib ketibdi. Function construct. Hop, endi nima qilamiz? Bu funksiyani ichida ism bilan Sharifni tutib olib, bu ikkitasini bunga hamda bunga tenglashtirib qo'yamiz. Hop, buning uchun ya'ni shu klass ichidagi name teng bo'ladi dollar ismga va shu klass ichidagi surname teng bo'ladi Sharifga. Hop, ko'rdinglar, hozir klass ichiga berib yuborilgan ma'lumotlarni, berish kerak bo'lgan ma'lumotlarni mana bunaqangi holatda uzatib yuboramiz. Bu birinchi usul. Boshqacha holatda ham berib yuborishligimiz mumkin. Bu eng birinchi usuli. Hop, mana bu holatda berib yubordim va u berib yuborilgan ma'lumotlarni biz klasslarning ichidagi function construct degan funksiya orqali tutib olamiz. Boshqacha funksiya bilan tutib olmaydi ularni. Aynan ikkita pastda chiziqcha construct degan funksiya orqali tutib olamiz.
va u yerda ma'lum o'zgaruvchi sifatida qabul qilib olamiz va o'zgaruvchilarning ketma-ketligi ham e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni bu yerda birinchi ismni jo'natganmiz, bu yerda familiyani, bu yerda ham birinchi ism, birinchi familiyani tutib olamiz o'zgaruvchi sifatida. Va bu funksiya ishga tushgandan keyin bu aynan shu klassi ichidagi name teng bo'ladi uzatib yuborilgan ismga. Aynan shu klassi ichidagi surname teng bo'ladi uzatib yuborilgan sharfga. Endi bu construct funksiyamiz avtomatik tarzda ishga tushadi qachonki mana bunaqangi qilib new deb chaqirganimizdan keyin klassi ichidagi construct funksiya avtomatik tarzda birinchi bo'lib ishga tushadi va uzatib yuborilgan ma'lumotlarni mana bu yerdagi ikkita ma'lumotni qabul qilib oladida kerakli klass ichidagi o'zgaruvchilarga tenglashtirib qo'yadi. Hop, endi keyin agar biz mana bu funksiyani chaqiradigan bo'lsak, ya'ni bu yerda mana bu joyda klassimiz ichiga ma'lumotlarni berib yubordik. Undan keyin esa bu klass ichidagi getFullName funksiyani chaqiradigan bo'lsak, bu endi o'zini ichidagi uzatib yuborilgan ma'lumotlardan foydalanib bizga qaytaradi. Hop, ishga tushiramiz. Buni saqlaymiz, buni ham saqlaymiz va ishga tushiramiz. Hop, demak, launch currently open script. Hop, bizda yana muammo. Hop, bunga kiramiz va xdebug bunga kiramiz. Konsolga отладка. Hop, hech narsa chiqqani yo'q bizda yana. Bizda hech narsa chiqqani yo'q. Demak, mana terminaldan turib ishga tushirishlikka harakat qilib ko'ramiz. Hop, mana shu joydan turib PHP deymiz. Undan keyin esa mana shu class misol.php faylimizni ishga tushirib ko'ramiz. Hop, hech narsa chiqqani yo'q bizga. getFullName hech narsa qaytargani yo'q. Hop, tekshirishlik uchun print yozamiz. Salom. Hop, getFullName'imiz hech qanaqangi parametr qaytargani yo'q. Hop. Buni endi mana bu yerda bizda constructimizda xatolik bo'lgan ekan. Construct emas, construct. Hop, endi mana shu faylimizni boshqatdan ishga tushirib ko'ramiz. PHP misol ko'ryapsizlar, endi ichidagi o'zgaruvchilar paydo bo'lyapti. Hop, endi
buni odam emas, uni ichidagi get full name'ni chaqirsak ham bo'ladi. Hop, class misol Azam Abdullayev. Hop, endi buni Xdebug orqali ishga tushirib ko'ramiz. Hop, boshqa ishga tushiramiz. Azam Abdullayev. Hop, ko'rib turibsizlar, mana Azam Abdullayev degan yozuvimiz paydo bo'ldi. Uzatilgan ma'lumotlarimizni bemalol klass ichida saqlab oldik va uni boshqa bir funksiya orqali ochib ishlatib ko'rdik. Hop, endi mana bu klassimizni chaqirgan paytimizda ularga uzatib yuborilgan ma'lumot mana shu klass ichida saqlanib qoladi. Bu klass ichida saqlanib qoladi. Bu o'zgaruvchimiz esa Azam deb olsak to'g'riroq bo'ladi o'shanda. Chunki Azamga taalluqli klass bu. Azam degan odamga taalluqli klass bu. Azamni ma'lumotlarini saqlab turadigan klass bu. Shuning uchun Azam deb nomladim. Hop, endi esa yana bir boshqa funksiya qilamiz. Bu funksiyamizning vazifasi ma'lumotni ikkinchi usulda kirgizish bo'ladi. Ya'ni ma'lumotni birinchi usulda uzatib yuborishlik mana bunaqangi holatda bo'ladi dedim. Ikkinchi usulda ma'lumot kirgizish klass ichiga, ya'ni mana bu o'zgaruvchilarga ma'lumot tenglashtirish ikkinchi usuli yana public function deymiz. Public function deylik, misol uchun set age deylik. Umuman olganda bu funksiyalarning nomini constructdan boshqa funksiyalarni, ya'ni bu hamda bu funksiyalar ikkitasi. Xohlasak o'zbekcha yozishimiz mumkin, xohlasak inglizcha, farqi yo'q. Lekin asosan ingliz tiliga ko'proq urg'u berishligimiz uchun shunaqangi ingliz tilidagi so'zlardan foydalanib funksiya ochib ishlatyapmiz. Hop, endi set age, ya'ni set degani bu o'rnatish degani, age degani yosh degani. Yosh o'rnatish degan funksiya ochdik va u funksiyamizga biz tashqaridan turib ma'lumot o'rnatamiz. Azamni chaqiraman. Azam bu butun boshli bir klass. Va ana shu klassning ichidan set age degan funksiyani chaqirdim va chaqirganimdan keyin esa bu funksiyaga parametr qilib biror bir son berib yuboraman. Deylik 15. Endi bu set age funksiyasiga uzatib yuborilgan parametrni mana bu yerdan turib tutib olaman. Hop, deylik misol uchun yosh deyman. Yoki bo'lmasam buni ham age deyishligim mumkin. Nimaga? Chunki bu o'zgaruvchi bilan bu o'zgaruvchi bir-biri bilan konflikt qilmaydi. Nimaga? Sababi bu butun boshli bir klassi ichidagi global, ya'ni globalniy o'zgaruvchi bu. Mana bu age. Mana bu age esa aynan shu funksiyani ichidagina ishlaydigan o'zgaruvchi xolos. Bu age'imiz mana bu funksiyada, bu yerda yoki klassi butun boshli bir klass ichida mavjud bo'lmaydi. Bu o'zgaruvchimiz faqatgina mana shu funksiyani ichidagina mavjud bo'ladi xolos. Va yana bitta tomoni, bu age bilan bu age konflikt qilmasligini agar biz hozir mana shu parametr sifatida qabul qilinayotgan age ni mana bu age ga tenglashtirmoqchi bo'lsak, avvalambor $is deymiz, ya'ni shu obyekt ichidagi age, teng bo'ladi mana bu age ga.
Ko'ryapsizlar, ikkita age bor bizda, globalniy hamda lokalniy o'zgaruvchi. Global o'zgaruvchi, local o'zgaruvchi. Bu ichki o'zgaruvchi, bu esa ommaviy, hamma joy, klassni hamma joyida ishlayveradigan o'zgaruvchi. Endi bu o'zgaruvchini ishlatishlik uchun albatta biz $this deb yozishligimiz shart. Qayerda ishlatishligimizdan qat'iy nazar, o'shandagina bu age'imiz mana buni nazarda tutgan bo'ladi. $this age mana bu. Oddiy $age esa mana bu xolos. Mana shu funksiyaning ichida ishlaydigan age xolos bu. Xo'p, demak, hozir sizlar bilan set age degan funksiya ochdik. Unga tashqaridan turib 15 degan parametr berib yubordik. Ma'lumot uzatib yubordik. U ma'lumotni biz age deb qabul qilib oldikda va bu funksiya vazifasi klass ichidagi asosiy o'zgaruvchi age ga bu qabul qilinayotgan yoshni tenglashtirib qo'yadi. Xo'p, endi mana bu yerda yana bitta funksiya ochamiz. Bu funksiyamiz nomi public function show me deydik, yoki bo'lmasam show person deymiz. Show person, ya'ni person degani bu odam degani, show degani bu ko'rsatish degani. Odamni ko'rsat degan bitta funksiya ochdik va u funksiyani vazifasi esa return qiladi nimani? Mana shu klass ichidagi hamma o'zgaruvchilardan foydalangan holatda umumiy batafsil ma'lumot qaytaradi. Hop, bunga nima deb yozamiz? Bunaqangi chingalak belgisini yozib turib, $this name deymiz va undan keyin $this surname deymiz. Surname va undan keyin esa $this age deymiz. Shaxs falonchi. Hop, bundan keyin esa bitta n qo'yamiz, ya'ni break line qo'yamiz. Pastki qatorga tushish kerak. Birga nuqta. Pastki qatorga tushgandan keyin esa yoshi deymiz. Falonchi. Undan keyin esa /n, yana pastki qatorga tushish kerak. Hozircha ma'lumotlar shulardan iborat. Bo'ldi. Hop, endi mana shu funksiyamizni chaqiramiz. Hop, mana bu funksiyamiz kerak emas endi bizga. Hop, mana bu yerdan endi chaqiramiz. Print $azam ichidan show person degan funksiyani chaqiramiz va natijani ko'ramiz. Hop, ishga tushirib ko'ramiz. Ko'ryapsizlar, mana shaxs Azam Abdullayev, yoshi 15 da. Mana shunaqangi holatda klasslarni ishlatishligimiz mumkin. Hop, endi bundan boshqa funksiyalar ham bor. Misol uchun yana bitta funksiya ochadigan bo'lsak, oylik ish haqini ham hisoblaydigan bo'lsak, public salary deymiz. Salary oylik maosh degani bu. Oylik maosh, public function salary. Hop, set salary deydik. Ya'ni set salary oylik maosh o'rnatish.
Hop, bu yerga tashqaridan ma'lumot uzatiladi. Uni salary deb qabul qilib olamiz va uni $this, ya'ni shu obyekt ichidagi salaryga tenglashtirib qo'yamiz. Hop. Endi esa set salary'imizga ma'lumot berishligimiz kerak. Deylik, misol uchun bu obyekt ichidagi o'zgaruvchilarga boshidan, ya'ni boshlang'ich holatda ham ma'lumot qo'yib qo'yishligimiz mumkin. Ya'ni hech qanaqangi ma'lumot o'rnatilmaydigan bo'lsa, boshlang'ich qiymatga ega bo'lib turishligi ham mumkin. Agar unaqa deydigan bo'lsak, teng bo'ladi. Misol uchun hop, 100,000 so'm 1 million bo'ldi. Hop, endi esa mana bu showga ham qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi endi. Hop, /n $this hop, maoshi salary. Undan keyin esa so'm deymiz. Hop, endi set salary'imizni hozircha komment qilib turamiz. Shu personni ishga tushirib ko'ramiz. Ko'rasiz, mana Azamat Life yoshi 15 ta, oylik maoshi esa 1 million so'm. Hop, endi 1 million so'mimizni bizda number functionsimiz bor edi. Mana shu aynan so'mni qanaqa qilib o'qilishlikka qulay qilib ko'rsatishlikni ko'rsatadigan funksiyamiz bor edi. Hop, bu yerda functions, string functions. Mana shu yerda bizda bitta funksiya bor edi. Ya'ni narxni, hop, bunday emas ekan. Manimcha number functions da bo'lsa kerak. Number functions ga kiramiz. Number format, undan keyin esa 2. Hop, odam klassimizga o'tamiz va undan keyin esa yana bitta funksiya ochamiz. Public function emas. Hop, public function make readable yoki bo'lmasam readable number deylik. Ya'ni o'qishlikka qulay degani, o'qisa bo'ladigan degani, readable degani, readable number, ya'ni o'qisa bo'ladigan raqamga aylantirib beradigan bitta funksiya ochdik. Bu funksiyamizga ma'lumot keladi. Hop, number, va u numberimizni qayta ishlab qaytarib yuboramiz. Hop, number format deymiz. Number format, undan keyin esa berilgan raqamni eng oxirisidan ikkita tiyin uchun joy qoldirib qo'yib, qolganini o'qiydigan qilib beramiz. Hop, endi uni ishlatishlik uchun mana bu yerda this salary'ni $this, ya'ni shu obyekt ichidagi read
readable number degan funksiyani chaqiramiz. Buni ustiga esa manbani berib yuboramiz. Hop, bo'ldi. Endi ishga tushirib ko'ramiz. Hop, buni emas, klassda ishga tushirishimiz kerak edi. Ishga tushirdik. Hop, mana buni launch currently deymizda boshqatdan ishga tushiramiz. Ko'ryapsizlar, mana Azam Abdullayev yosh 15 da, maoshi 1 million so'm 00 tiyin so'm. O'qishlikka qulay qilib berdi raqamimizni. Hop, endi deylik, yana bir funksiya ochamiz. Bu funksiyamizning vazifasi aynan mana shu shaxsni bizga qancha ehson qilishligini hisoblab beradigan bitta funksiya ochishligimiz kerak. Ya'ni umuman olganda har bir kishi deylik, misol uchun 40 dan birini ehson qilmoqchi bo'lsa, o'zini deylik mablag'idan shuni hisoblab beradi, qancha ehson qilishga kerak, oyligidan kelib chiqib. Public function nima desak bo'lar ekan? Public function ehson qiladigan bo'lsa, hop, charity deylarmidi? Charity deylik, bo'pti, mayli. Hop, charity ehson degani. Hop, endi bu nima qilib beradi? Bu mana bu oylikdan 40 dan bir qismini hisoblab bizga qaytarish kerak. Hop, natijani qaytarish kerak. This salary, set salary emas, u funksiya bizga salary ni o'zi kerak. This salary, ya'ni shu obyekt ichidagi salary o'zgaruvchini olib, uni 40 dan birini hisoblashimiz kerak bo'ladi. Demak, uni 40 ga bo'lamiz. 40 ga va hosil bo'lgan natijani yana o'qiydigan formatda qilamiz. This readable number ga berib yuboramiz. Salary ni 40 ga bo'lingandan hosil bo'lgan natijani bu funksiyaga berib yuboramiz. Bu funksiyamiz esa berilgan raqamni o'qishlikka qulay qilib bizga qaytarib beradi. Va bu funksiyamizni endi mana bu joyda tekshirib ko'ramiz. Azam, keyin esa charity deymiz. Hop, ishga tushirib ko'ramiz. Okay. Hop. Mana bu yerdan bitta joy tashlashimiz kerak ekan. Print /n. Shu tashga tushirib ko'ramiz. Hop, mana ko'rib turibsizlar. 25 ming so'm bu odam ehson qilishligi kerak ekan. Hop. Ehson qilish qobiliyati deylik, qobiliyati, qudratimi, qobiliyatimi, xullas. Hop, ishga tushirib ko'ramiz. Hop,
ehson qilish qobiliyati 25,000 so'm. Bu esa shaxs haqida to'liq ma'lumot. Xo'p, endi ko'rib turibsizlar. Bu funksiyamiz, ya'ni klassimiz mana shunaqangi holatlarda ishlaydi. Endi hozir sizlarga yana bitta misol ko'rsataman. Xuddi shu klassimizni umuman boshqacha nom bilan bundan buyog'iga beramiz. Bundan buyog'iga umuman boshqacha nom bilan beramiz. Xuddi shularning hammasini kopirovat qilib olib pastga qo'yaman-da, qaytaraman. Lekin bu safar endi bu o'zgaruvchi nomi Azam bo'lmaydi, Bekzod bo'ladi va bu yerga ham Bekzod ismli shaxsni ma'lumotlarini qoldiraman. Yoshi 15 emas, yoshi 17 da. Undan keyin esa bizga bu sal balandroq oylik oladi. Bekzodni ichidan set salary deymiz. Bekzodga oylik o'rnatamiz. Bu 1 million olmaydi. 1 million oylik bu boshlang'ich qiymatdagi oylik edi. Agar oylik o'rnatilmaydigan bo'lsa, bu 1 million holida qolardi. Biz endi oylik o'rnatamiz bunga 1,5 million so'm deylik. 1,5 million so'm oylik o'rnatdik. Yoshi 17 da Bekzod Hoshimov. Bundan keyin esa buni Azamga, buni Bekzodga, hammasini Bekzodga o'zgartiraman. Buni ham Bekzodga o'zgartiraman. Chunki bu Bekzodga oid klass bo'lganligi uchun uni Bekzodga tenglashtirib oldim, umuman boshqa o'zgaruvchiga. Xo'p, endi yana ishga tushirib ko'ramiz. Ishga tushirdim. Endi ko'rib turganidek, umuman boshqacha ma'lumotlar kelib chiqyapti. Xo'p, mana bu yerga bitta break line qo'yamiz. No line qo'yamiz. yoki bo'lmasam shundan 2 marta 3 marta qo'ysak ham bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerga men komment qilganim yo'q. Umuman boshqa ma'lumotlar bilan, boshqa o'zgaruvchi bilan yana o'sha klassni chaqirdim. Lekin boshqa ma'lumotlarni berib yubordim bu yerga. Ko'rib turganidek, mana birinchisida Azam Abdullayev, yoshi 15 da 1 million so'm oylik oladi, ehson qilish qobiliyati 25 ming so'm. Bekzod Hoshimov 17 da 1,5 million so'm, ehson qilish qobiliyati o'sha summasidan kelib chiqqan holatda 40 dan biri 37,500 so'm ekan. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqangi holatda klasslarni ishlatishlik mumkin. Boyaganda men bekorga bu klasslarni zavodga o'xshatganim yo'q. Ya'ni zavodga biz har xil ma'lumotlarni, har xil mahsulotlarni, yarim tayyor mahsulotlarni berib yuborsak, u bizga o'sha mahsulot berib yuborgan mahsulotimizdan kelib chiqib bizga tayyor mahsulot yasab beradi. Xuddi shunga o'xshab klasslarimiz ham ishlaydi. Unga qanaqangi ma'lumot berishligimizga qarab turib, o'shanga qarab qayta ishlab beradi bergan ma'lumotlarimizni klasslar ham. Xo'p, bu klassimizga oid eng birinchi darsimizda klasslarga kirish qismi bo'ldi. Keyingi darslarimizda yana klass haqidagi mavzuyimizni davom ettiramiz. O'ylaymanki sizlarga tushunarli bo'ldi. Keyingi darslarimizda yana ham batafsil ko'rishlikni davom ettiramiz. Sog' bo'linglar.